Professional chiska yuzni полный yengilab beradi, oziqlantiradi, vitaminlar bilan to'yintiradi. Lipo protseduradan oldin o'zi chiska qildirgan afzalroq. Lekin yuzi holatini ko'ramiz. Agar ularga professional chuqur chiska kerak emas bo'lsa, lегкий chiska qilib protseduramizdan boshlaymiz. Asosan quruq yuzlarda yoshi katta ayollarimiz уже poralari yopilib ketgan bo'ladi. Shunaqa yuzlarda chiskani chuqur qilmasak ham bo'ladi. Lегкий chiska qilib to'xtatamiz. Yog'li yuz, porali yuz, ugrili yuz, shunaqa yuzlarda обязательно chiska qilish kerak. Chiskani ham lekin oddiy protsedura deb o'ylashadi. Unaqa emas. Oddiy joyga, salonga borishadi yoki sterilizatsiya qilinmagan moslamalardan foydalanib qilishadi. Dermadikoz degan kasallik yuqtirib olishadi, bilasizlar. Professional chiskada juda ham yaxshi sifatli narsalar ishlatiladi va hammasi sterilizatsiyadan o'tgan bo'ladi. To'g'risini aytaman, 200 ming, 300 minglik chiskaga chaqirayotgan kosmetologlardan sal yiroqlash kerak deb o'ylayman. Chunki bilmaysiz, 300 mingga u nima ishlatyapti, qanaqa narsa, o'zlariga bog'liq.